Qadrdonlar, tog'i tagidan, havosi toza joydan dom kerak deganlar uchun Duken taqasi 11-kvartaldan sizlarga ajoyib dom topib qo'ydik. Bu yer yana Barada ham deb atalar ekan. Bu 3 qavatli domimiz 2-qavatida joylashgan. Narxi haqida bilmoqchi bo'lsalaringiz, videoni oxirigacha ko'ringlar. Xoslar bilan dom ichini ko'rib chiqamiz. Koridorda kirishimiz bilan bizni zal kutib oladi. Egalari aytishdi, uydagi mebellar qolar ekan. Tenka, uyimiz remontda o'rta holatda. Bu ikkinchi xonamiz esa spalni xona bo'ladi. Spalni xonada ham spalni garnitur hamma mebellar qolar ekan. Faqat detskiy krovat topib ketishini aytishdi. Koridorimizda sanuzol qismi joylashgan, juda ham keng ekan. Unitaz va vanna bitta joyda joylashgan. Qadrdonlar, domimizning balkon qismida tapchan qilingan ekan, yorug', keng ekan, uzunligi 6 metrli va oshxona qismiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda gaz plita va oshxona jihozlari ham qo'llar ekan. Qadrdonlar, bu domimizning narxini 23,5 ming deyishatdi. Men kelishtirib 23 mingga qo'yaylik deb 23 mingga qo'ydik. Juda ham bohavo, zo'r joyda joylashgan. Kelib yana savdolashib olasizlar.